Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yurtimiz a'zolari, haqiqiy chorva ishqibozlari, yurtimizdagi qadrdonlarimiz, yaqinlarimiz. Bugun 15-aprel chorshanba 2026-yil. Bu sana hafta kunlarini aytishdan maqsad bu qachongi video, qachon bo'pti deb so'rashlari mumkin-da. 61,5 ming so'mdan taroziga baraka bo'pti. Mol shunaqangi qiynaydigan mol ekanki, mana Ali akada bunniga taqaydiganlari bilan bor ekan. Bunnidan ip o'tkazib olaman hali deydi-yu. Shunaqa oldi-da moldi mana. %61,5. Uni tortmayda, uni tortmayda. Sholi qo'yib yuborish kerak. Bo'ldi, qo'yib yuboring, turadi. Bunday bo'lsa ham turadi. 526, 57. Men 550 deb turaman. 556 kilo. O'ynayapti, 61,5 dan ko'paytirib olaverasizlar. Endi 61,5 dan olganga sotganga barakasini bersin. Bu rossiyskiy deyiladi-da parodasi. Mol qizil bo'lsa semental, oq bo'lsa Golishten deb gapirib yuboryapti hamma. O'zi bu mashina ko'rgan odam ham Golishtenmi dedi. Bu rossiyskiy mol. Rossiya paroda deyiladi. Siz kimida akamon? Necha oy boqdingiz? 1,5 yil. Nematjon Hojaman aka, siz olib kelmayapsiz. Nima bu? Juda ko'p kelyapti mollar. Men borligimda video bo'lyapti xolosda. Yo'qligimda video qila olmay qolyapti. 570 bo'lsa kerak-a bu. Necha o'ynayapti Ali aka? Ali aka. Arqa oyog'i chiqmay qoldi. 520 deb aytdim, qani necha kerak ekan? Necha bo'ldi?
590 atrofida ekan pelosimiz. Bektor. Bo'ldimi? Bo'ldi, bo'ldi. O 588, 89, 590 kilo kelyapti. 90. 61 yarimdan. Narigisini kilosini ko'rdilaring. 590 kilo bu keldi mana. Barakasini bersa, hammaga shunaqa chorvalar yetishtirish nasib qilsin. Egalarni ishlatgan pullari yaxshiliklarga, imoratlarga, to'ylarga nasib qilsin.